Qalaysiz? Mana sizga. Mana ham sizga. Ol yelkamdan. Xullas Farg'onada anomi shuchan rosa maza qilib o'ynayotganingga bildimki, senga neobычный sovg'a qilishim kerak va o'zing tanlagan o'sha paxmoq mushukni bolasini olib keldim. Bunaqasi O'zbekistonda 3 ta ekan, bittasini senga olib keldim. Voy, rahmat. Salom. Qalaysiz? O'g'il bolam, qiz bolam? O'g'il bola? Salom Tomi. Hello. Bu meni qiliqlarimdan qo'rqib ketmoqda. Ochib qo'lingga. Ana. Qalaysiz? Bismillah. Qo'yvaring. O'g'layingiz a? Jonim. O jonim. Mama qilib. Yoqdimi? Конечно, menga mushuk juda ham yaxshi ko'raman. Bu 1,5 oylik ekan, hali. Buni bugun tirnog'ini olishing kerak. Katta sinov turibdi oldingda. Men bitta bu uylari bor, o'sha axlat qiladigan idishlari bor, ovqatlari bor. Hamma yo'qni terib olib keldim. Jon, shu xursand bo'ldim. Zo'r sovg'a bo'ldi 11-iyulga. Shu gulob kelsa so'lib qoladi. Buni boqsam katta bo'ladi, zavqlanaman. Qara, bittasi ovqat uchun, bittasi suv uchun bu, xo'pmi? Shahlo, hayotingizda mendan boshqa hech kim yo'qmi? Million marta aytganman, sizdan boshqa hech kim yo'q. Men birinchi marta so'rayapman-ku. Uzr, Sardor aka, adashib ketdim. Meni ismim Bobur-ku. Suv ichib kelay, mana. Mama, meni o'g'lingiz kecha urdi. Yo'q, shunaqa gapiraveraman. Siz hayolingiz boshqa joyda bo'ladi-da. Keyin sirasi ovozingiz chiqmaydimi? Oxirida kim meniki chiqargan? Sizga qo'yaman, o'zini ko'radi. Sevim sizlarda bitta tuqqani top deydi, ora tashlab. Qo'shnilar eshitadi. Qo'shnilar ham sizga o'xshagan qaynablar yashab ko'rishib. Da o'tiralar-da, televizor ko'rishlar. Mana men o'zim yoqqa qatiraman ko'ralar-da televizorda. O'zi kalam yoqqa qarab turadi. O'zim yoqqa qarab turadi. Shunga qarab bering hozir. Qaqa. Sizgami? Unda qarab turishim kerak ekan-da. Xudo kelaman to'g'da.